Assalomu alaykum. Bugungi videoda siz bilan Clionto CRM tizimida qanday qilib ro'yxatdan o'tish va bir necha soniyada o'z biznesingiz uchun CRM ni ishga tushirishni ko'rib chiqamiz. Avvalo brauzeringizda crmcha.ru saytiga kirasiz. Sayt ochilganda sizga tizimga kirish sahifasi ko'rinadi. Agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, pastdagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Endi tizim sizdan bir necha oddiy ma'lumotlarni so'raydi. Bu ma'lumotlar asosida CRM ichida sizning kompaniyangiz yaratiladi va admin sifatida tizimga kirasiz. Barcha ma'lumotni to'ldirib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Bir necha soniya ichida tizim siz uchun yangi kompaniya yaratadi. Sizni admin sifatida qo'shadi va boshlang'ich sozlamalarni tayyorlaydi. Va shu zahoti sizga CRM asosiy oynasi ochiladi. Tabriklayman. Endi sizning biznesingiz uchun to'liq CRM tizimi tayyor. Endi mijozlar Telegram chatlari yoki telefon daftarlarida yo'qolmaydi. Hammasi tizim ichida tartibli saqlanadi. Clionto shiori ham xuddi shunday. Yodda emas, tizimda bo'lsin. Keyingi video siz bilan mijozlarni kiritish, import qilish, ular bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.